Ikkinchi direkt. Ertalab Raimberdi tog'a keldi. U Ikromjonning bir oyog'i yo'qligini ko'rib, yuragi jiz etib ketdi, ammo buni unga sezdirmadi. Quchoq ochib ko'risharkan, xayriyat, tirik ko'rdim, dedi. Hovlida xotin xalaj ko'p, erkaklar biri kirib, biri chiqib turishibdi. Hali nami ko'tarilmagan supaga ham bo'yra to'shab, sholcha yozilgan. Erkaklar shu yerda samovarga tarasha tashlayotgan chol raisga chakkasidagi bir dasta binafshani olib uzatdi. Tog'a olib hidladi-da Ikromjonga berdi. Mana, bahor nishonasi, hidla, sog'ingandirsan. Binafsha qo'ldan qo'lga o'tdi. Shu binafsha bahona bo'ldi-yu, gap bahor, dala, bu yilgi qilinadigan ishlar to'g'risida ketdi. Tog'a, dedi choy quyib o'tirgan Ummatali Raimberdiga qarab. Kecha ota kelgan ekanlar, tinchlikmi ishqilib? Tinchlik, yozyovonga chiqib keldik. Ish katta bo'ladigan, bizga Naymandan yer berishyapti. Nayman cho'l to'qayning o'rtasida. U tomonlarda dehqonchilik qilish oson ish emas. To'qayda nima qilamiz? Paxta bitarmidi? Turgan bitgani botqoq pashshaning uyasi. Raimberdi endigina oq oralab kelayotgan mo'ylovini silab iljaydi. Hukumat bir ish qilsa bilib qiladi. Cho'lga chiqamiz-u paxta ekib ketaverarmidik? U joylarda paxta bitishga 2 qovun pishig'i bor. Ikromjon gapga aralashmay bir chekkada jimgina o'tiribdi. Raimberdi choyni shimirib, piyola chetini yengiga artdi-da dasturxonga qo'ydi. Azbaroyi kolxozchiga madad bo'lsin. Yeguligi o'zidan chiqsin deb shunday qilyapmiz. Avval 2 yilgina sholi ekamiz, ammo lekin Naymanga ko'chish ixtiyoriy. Ota aytdilarki, cho'lga ko'chib chiqqan oilalarga kuzga qolmay boshpana qilib beriladi. Har brigadadan 2 oila ketsa 34 xo'jalik bo'ladi. Binoyidek qishloq qurish mumkin, ammo kuzgacha chaylada yashab turishga to'g'ri keladi. Har bir oilaga 16 sotix tomorqa, o'ziga sholi ekib oladi. Daromad taqsimotida qanchadan tushsa, boshqalar qatori yana oladi. Meningcha, bu ishga ko'nmaydigan odam bo'lmasa kerak, ammo lekin boshqa kolxozlar ham shunday qilyapti. Raisning bu gapi ko'pchilikni o'ylantirib qo'ydi. Choyga fotiha o'qilgach, hamma o'rnidan turdi. Shu kuni keldi-ketdi bo'lib Ikromjon ko'chaga chiqolmadi. U tug'ilib o'sgan dalalarga chiqqisi kelardi. Frontda yurarkan u yerlarni tushida ham, o'ngida ham ko'z oldidan nari ketkazolmagan edi. Sal oyoq uzildi deguncha ostonaga chiqib dala tomonga qaradi. Hali barg yozmay so'rraygan yalang'och novdalar dalaning yiroq-yiroqlarini to'solmas ufqgacha aniq ko'rinib turar edi. Kech kirib, keluvchilarning oyog'i uzilishi bilan u ko'chaga chiqdi. Dala jimjit. Tanga yoqadigan erta bahor shabadasi g'ir-g'ir esib, odam ko'ngliga allaqanday tuyg'ular soldi. Ikromjon aylanib yurib anhor oldidan chiqib qolganini sezmadi. Kech g'ira-shirasida suv qo'rg'oshinga o'xshab qorayib oqardi. Ikromjon bu anhorda necha martalab cho'milgan, o'g'li Tursunboy bir nafas ko'zidan yiroq bo'lsa, uni qidirib shu yerdan topardi. Bola kamgap, qiladigan ishini birovga aytmas. Ota-bola jimgina uyga qaytishardi-da, ikkovi ikki uyga kirib ketishardi. Er-xotin supada o'tirib, yolg'iz bolaga uzoq umr tilab, uxlamay tunni tongga ulashardi. Tursunboy qayoqlarda yurgan ekan? Ketar oldida Ikromjon uni bag'riga bosolmadi. Bu kunlar diliga armon bo'lib qolmasin ish qilib. Ikromjon o'z xayolidan o'zi qo'rqib ketdi. Qizil barkashdek oy shoshilmay osmonlay boshladi. Ikromjon frontda, okopda yotganda ham oy shunaqa bo'lib chiqardi. O'shanda u allaqanday bola xayollarga berilib, shu oy
zirillama tepasida qanday ko'rinayotganini o'ylardi. U jimib qolgan dalada yaralanib, qonsirab yotarkan, tepasida dum-dumaloq bo'lib turgan oyga qarab, shunaqa xayollarni ko'p surgan edi. O'shanda ham oy qonga belangandek qip-qizil bo'lib ko'ringan. Anhor suvi avval qizg'ish bo'lib, keyin bir qorayib oldi-da, jilvalari eritilgan kumushday oqarib ketdi. Suv sekin shildiramoqda. Yoshligini, sho'x olov bolaligini oqizib ketgan shu anhor hamon kimlarningdir bolaligini oqizardi. U go'yo yur, olislarga qarab olib ketay deb Ikromjonni chaqirayotganga o'xshardi. Saraton oftobi tanini kuydirgan o't bolalar qiy-chuv, shovqin-suron bilan bu qirg'oqlarda javlon urishardi. Bir-birlariga suv sochib quvlashardi. Suvdan tez chiqqanlarning tanasiga loy surtib qochib, uni boshqatdan cho'milishga majbur qilishardi. Ularning sho'xliklari ana o'shanda, shu to'lqinlarga minib uzoqlarga oqib ketgan. Endi ulg'ayib bir urushda jon olib, jon berishyapti. Biri qandaydir yurt ishini qilyapti. Tursunboychi, u ham urushda, urushning nimaligini Ikromjon yaxshi biladi. U kam gap, hamma vaqt kimningdir rahnamoligi bo'lmasa, o'zini eplolmaydigan bolasini sherga aylanib ketganini sezdi. Tursunboy hammadan oldinda arslondek na'ra tortib, yov ustiga tashlanayotgandek tuyuldi. Otalar o'z bolasini dunyodagi bolalarning eng zo'ri, eng xushbichimi deb bilishadi. Darhaqiqat, Tursunboy nihoyatda ko'rkam yigit bo'lgan edi. U o'zining shunaqaligini bilib ko'p bino qo'yardi. O'zini sipo tutardi. Qizlarga zimdan nazar tashlab, ularning qarayotganini bilib gerdayibroq, pisand qilmayroq turardi. Unga kiyim juda yarashardi. Hozir shinelda qandoq yurgan ekan? Yarashgandir. Otaga u savlatli komandirlardek bo'lib ko'rinardi. Ikromjon bolalik izlari tushgan yo'llardan, tor ko'chalardan yog'och oyoq bilan alla vaqtgacha kezib uyiga qaytdi. Xotin uxlamay tiq etsa eshikka qarab o'tirgan ekan. Ikromjon yotmadi. Er-xotin choyni maydalab, shu 1-2 yil ichida bo'lib o'tgan voqealarni gaplashib o'tirishdi. Ummatalining Azizxoni ham ketdi degin. Cho'kib qopti bechora Ummatali. Aytmoqchi, Qo'chqorning o'g'li mendan oldin ketgan edi. Xat xabar bormi undan? Qishda qora xat kelgan. Aza ochishdi. Ikromjon bir nafas jim qoldi, keyin yana so'radi. Olimdan-chi? Olimdan xabar bormi? Yarador bo'lgan ekan, bir oycha turib ketdi. Ikromjon yog'och oyog'ini chiqarib qo'ygan edi. Surilib borib ayvon ustuniga tirab qo'ygan qo'ltiqtayog'ini tushirib yubordi. Uni olib tut tagiga borib mahor ko'vradi-da, joyidan qimirlamay tek turib qoldi. Jannat xola erining qo'lidagi qorong'uda nurli chiziq bo'lib qimirlab turgan cho'qqa qarab o'ylanib qoldi. Eri chekmasdi. Frontdan chekadigan bo'lib kelibdi. Unga oson emas. Bir yoqda oyog'i bu ahvolda, bolasi urushda, ne niyatlari bor edi bechoraning. Bu yil to'y qilmoqchi edi. Ishqilib, ko'p qatori bolaginamning rizqi uyidan uzilmagan bo'lsin. Voy oting o'chgur urush, ne yostiqlarni ko'z yoshdan ho'l qilmayapsan-a? Ikromjon chekib bo'lgan mahorkani yerga urdi. Ojiz uchqunlar atrofga sachrab so'ndi. Keyin Ikromjon ayvonga kelib bir qo'liga tiralib o'tirdi. Menga qara xotin, bunaqada siqilib ketamiz. Bir nimadir qilish kerak. Jannat xola uning gapiga tushunmadi. Nima qilish kerak ekan? U eriga ko'zlarini katta-katta ochib qaradi. Tog'aning gapini eshitdingmi? Tog'a bu Raimberdi. Ko'pchilik uni shunday deb atardi.
Jannat xola uning boyagi gaplarini eshitmagan edi. Shuning uchun boshini chayqadi. Kolxoz Naymandan yer olibdi. Yaqinda 34 oilani ko'chirma qilarmish. Boraylik xotin, u yerda ish ko'p, zo'ra o'nsak. Jannat nima deyishni bilmadi. Qandoq bo'larkin? Borsa durust bo'larmikan? U eriga savol nazari bilan qaradi. Ne niyat bilan uy qilgan edik? Bolam kelsa qidirib sarson bo'lib qolmasmikan? Shundoq joyni tashlab cho'lda, to'qayda nima qilamiz? Yaxshiroq o'ylab ko'ring, dadasi. Xotin, imorat, uy ko'zga ko'rinadigan paytmi? Ne saroylarning kul bo'lganini ko'rib keldim. Odamlar yer to'lalarda och nahor yashayapti. Menga qolsa borganimiz durust. To'g'ri, cho'lda tayyor uy yo'q. Bu yoz chaylada kun ko'ramiz. Kuzga borib bitta boshpana tiklab olarmiz. Uying ham turaveradi. Jannat xola erining ra'yini qaytarolmay ko'nsa-da uyni tashlab ketgisi kelmadi. Hovlining har burchagida, uyning har xonasida Tursunboy ko'rinib turgandek, sandiqni ochib uning kiyimlariga kuyadori sepgisi kelmasdi. Nazarida bolasining hidi ketib qolayotgandek. Shuning uchun ham kiyimlarni oftobga yoymay uyning o'zida qoqib shamollatib yana sandiqqa solib qo'yardi. Oshxona qurganlarida dadasining do'qi bilan Tursunboy devorga o'zi loy chaplagan edi. Qo'lining izi shundoqqina turibdi. Jannat xola uni yaqinda ko'rdi. Shundan beri har gal shu devor oldiga kelganda qo'lginangdan o'rgilay deb shuvoqqa yuzlarini surtardi. O'g'lining hidi kelib turgan devorida bolasining qo'l izi qolgan. Uyni tashlab qayoqqa ketadi? Yaxshilab o'ylab qarang, zirillamadan tog'a ish topib berar, dedi u yalingan simon. Ish har yerda topiladi. Qayoqqa borsang bag'rini ochib kutib oladi. Hali tog'a unaydimi, unamaydimi, ishning bu tomoni ham bor. Mayli, yotaylik endi, ertaga bir maslahat qilib chiqaman. Ikromjon yechinib o'rniga kirdi-yu qattiq charchagan ekan. Dam o'tmay xurrak torta boshladi, ammo Jannat xolaning uyqusi qochib ketdi. Dam u yonboshiga, dam bu yonboshiga ag'dariladi. Oy tomdan hatlab o'tib, tut soyasini ariq bo'yiga olib borib qo'ydi. Ariqda suv qo'ng'iroq chalib oqib yotibdi. Behi shoxida mudrayotgan tovuq qanotini bir parpillatib jim bo'ldi. Hamma narsa jonli, jonsiz uyquda, faqat Jannat xolaning ko'ziga uyqu kelmaydi. U kiprik qoqmay, yalang'och novdalarning yengil shabadada bir-biriga beozor urilishiga quloq solib yotibdi. Uning xayollari juda olisda. Yo'lga kirmay tuproqqa qo'ygan bolalari erining bola yetaklaydigan kunlarini kutib o'tkazgan paytlari nihoyat Ikromjon Tursunboyning qo'lidan yetaklab zirillamaga olib chiqib ketgani, bolaning guzarda etagi to'la shirinliklar bilan cho'g'inlab kirib kelgani, ana o'shanda erining yuzidagi bir chiroyli tabassum, Tursunboy ertaga maktabga boradi degan kuni er-xotin kechasi bilan kiyim dazmollab chiqqanlari, o'sha oqshom erining bolaning sartaroshga olib chiqib sochini oldirgani, bola darsdan chiqquncha maktab ostonasida o'tirganlari, erining frontga ketishi, uning yo'liga ko'z tikib o'tgan kecha kunduzlari, Tursunboyga poveska kelganida yig'laganlari, shular hammasi bir-bir ko'z oldidan o'taverdi. O'z oyog'i bilan uydan chiqib ketib, eri yog'och oyoqqa suyanib kirib keldi. O'g'li nima bo'ladi? Omonmikan? Butun qaytarmikan? Shu uylarda to'y tomosha bo'larmikan? Bolasini kuyovlik sarposida ko'rarmikan? 3-trekt. Urush chaqmog'i chaqib, odam o'lib,
Shaharlar yonayotgan kunlarning birida kimsasiz Nayman cho'liga qarab 2 otliq borardi. Qamishlar orasida ularning boshi goh ko'rinadi, goh suvga sho'ng'igandek yo'q bo'lib ketadi. Bo'rilarning etni jimirlashtiradigan ulushi, to'ng'izlarning ko'ksov yutalidek yoqimsiz tovushi, echkiemarlarning murda nigohidek sovuq boqishi, har yerda qolgan ilon po'stlarining ojiz yiltirashi va nihoyat do'ngliklarda haykaldek qotgan sahro sultoni cho'l burgutlarining "Bu mening maskanim, odamga yo'l yo'q" degandek viqorli boqishi bu 2 yo'lovchining yuragiga vahm sololmasdi. Oldingi otda Raymberdi tog'a. U yelkasidagi qo'shtig'ini qo'liga olib, olislarga bo'y cho'zib qarab qo'yadi. Orqada ko'pdan beri sukut ichida allanimalarni o'ylab mahorka tutatib kelayotgan Ikromjonga har zamonda bir o'girilib qaraydi. Uning xayolini bo'lmaslik uchun yana otga beozor qamchi tegizib jimgina ketaveradi. Yo'l goh quruq, goh botqoq oralab o'tadi. Ot har botqoq kechganda qorniga sarg'imtir ko'lmakning muzdek suvi sachrab tegayotganidan eti dirillaydi, quloqlarini silkitadi. Tog'a Ikromjonga qandaydir juda zarur bir gap aytmoqchi, ammo aytgani yuragi dov bermaydi. Shu bir gapi uning butun vujudini larzaga solishi, hatto taqdirini o'sha onda yo u yoqli, yo bu yoqli qilishi mumkin. Aytsinmi? Yaqinda harbiy komissarlikdan odam kelib, unga Tursunboyning frontga jo'nayotgan eshelondan qochganini aytib, bu tomonlarga kelgan-kelmaganligini surishtirgan edi. Aytsa, Ikromjonning holi nima kechadi? Mana shu qochoq. Uning bitta-yu bitta bolasi. U faqat shu bolasi uchun yashab yuribdi. U shu o'g'lini yurt ishiga yaroqli, mard bola bo'lganidan faxrlanadi. Ehe, uning ko'nglida hali qancha orzulari bor. Agar tog'a shu gapni aytsa, yo'q. Aytmagani durust. Vaqti kelib, mavridi kelib o'zi bilib olar. Tog'a ot jilovini do'nglikka burdi. Yovvoyi jiyda shoxlarini, qurib qolgan qamishlarni qasir-qusur bosib, ot tepaga chiqdi. Do'ngda chakmonini yelkasiga tashlab o'tirgan odamdek turgan vahimali burgut beozor qanot silkitib, xuddi suvda suzayotganday tik osmonga ko'tarildi. U 2 otliq tepasida bir aylandi-yu, qamishzorga sanchilgandek sho'ng'ib ketdi. Ular turgan do'nglikda cho'lning uzoq-uzoqlari ko'rinardi. Yilning bu faslida cho'lning hamma yog'i bir tusda bo'ladi. Qum ham, to'qay ham, botqoq yuzi zardob bo'lib yotgan ko'lmak ham sapsariq. Sal kun o'tmay bahor jalalari boshlanadi. Qamishzorlar yashillanadi. Qirlarda lola qizg'aldoqlar gulxani yonadi, ammo qum malla to'nini yechmay turaveradi. Hozir hammayoq sapsariq bo'lganda cho'l qayerda boshlanib, qayerda tutashishini bilib bo'lmasdi. Raymberdi tog'a bu tomonga ko'p kelmagan, yoshligida bolalar bilan mol boqqani uncha uzoq bormasdi. Bo'ridan, echkiemardan qo'rqardi. Keyin kolxoz tuzilgan yillari bu yoqlarga kelishga qo'li ham tegmadi. Kelishga zarurat ham yo'q edi. Mana har ish o'z mavridi bilan bo'larkan. Endi kelyapti. Butun boshli bir qishloq tuzgani kelyapti. Qishloq qayerda bo'ladi? Qayerga nima ekiladi? Shu bugun hal bo'lishi kerak. Sog' oyog'ini uzangiga tirab, ot ustida tik turib, cho'lga tikilayotgan Ikromjon uning xayollarini bo'lgisi kelmay yana egarga o'tirdi. Xaltachasidan mahorka olib o'ray boshladi. Tog'a o'girilib unga ma'noli qarab qo'ydi. Ikrom, ilgari kelganmisan? Ikromjon mahorkasini o't oldirib bo'lib, 1-2 tortgach bafurja javob berdi. Kelganman. Ko'p kelganman. Qumga yetmasdan chapga burilsak katta yalanglik bor.
Ana o'sha yerda Yo'ldoshvoy akam 2 tup tol ekkanlar. Qurib qolmagan bo'lsa, katta tol bo'lib ketgandir. Kanal qurganimizda bir kun yur deb qoldilar. Unda kunlar isib, lola qizg'aldoqlar qovjirab qolgan payt edi. 2 kun shu cho'lning u boshidan kirib, bu boshidan chiqqanmiz. O'sha tolni topsak bo'ldi. Agar boshqa kolxozlar bizdan oldin kelib tanlab qo'ymagan bo'lsa, o'sha joy bizniki. Undan tashqari kanalga yaqin joy, suv olib kelish oson bo'ladi. Kun yoyilib, yelkani oftob qizdira boshladi. Uzoq yaqindan o'rdaklarning g'aq-g'uqi eshitildi. Qayerdadir bo'ri o'ldi. Raymberdi otdan tushib xurjunni ariqqa tashladi-da, ko'lmakda qo'l yuvib belbog'iga arta boshladi. Tush, Ikrom, nonushta qilib olaylik. Qorning ham ochgandir. U xurjunni titkilab tunuka choynak bilan kurushka olib o'rtaga qo'ydi. Ikromjon ham egardan tushdi. Ikkovlashib jiyda shoxida 3 oyoq yasab choynakni ilishdi. Xurjunning bir ko'zidagi katta shisha ballondagi suvni avaylab olib, choynakni suvga to'ldirib, tagiga o't qalab yuborishdi. Juda obob joylar, dedi Ikromjon. O'rdakning koni. Baliqni aytmaysanmi? Ha, baliq ham, quyon ham, to'ng'iz ham bor. Qum tomonlarga o'tsak, kiyik, serob. Avval ko'chib olaylik, go'shtga qiynalmasmiz. Suv sal taqchil bo'lar deyman. Tog'a o'ylab o'tirmay javob qildi. Ishni kanaldan ariq ochib kelishdan boshlash kerak. Choy qaynadi. Ikromjon belbog'ining uchiga tugilgan choydan bir chimdim denasini choynakka tashladi. Tog'a non ushatarkan Ikromjonning yog'och oyog'iga qarab bir muddat nimanidir o'ylab qoldi. Ko'p qiynaldingmi? Dedi u allaqanday achinish ohangida. Qirt kesyaptiyamki, tentak Tursunboyim ko'zimga ko'rinadi. Xuddi meni kimga tashlab ketyapsan deyotganga o'xshayveradi. Yo'q, yolg'izimning toliga o'lmadim. Omon qoldim. Kelsam, u ham ketibdi. Ketar oldida diydorini ko'rolmay qoldim. Ishqilib omon qaytsin. Agar Xudo ko'rsatmasin, unga bir nima bo'lsa, tamom bo'laman. Ikromjonning ovozi titradi. Tog'a unga qarab turib, ich-ichidan yonardi. Bilmaydi bechora. Tursunboyning qochganini u bilmaydi. Qidirib yurishganini bilmaydi. Ishqilib, men bu yoqlarda yurganimda bolam qaytib kelsa, uyda topolmay sarson bo'lib qolmasin-da. Kelib qolsa, tog'a, o'zing Naymanga boshlab kelasan-da. Raymberdi bosh irg'ab qo'ydi. O'rinlardan turishdi. Yana To'qay botqoq oralab ketishdi. To'qay orasiga suqilib kirgan qumliklarda o'tishgach, olisda hali barg yozmagan daraxtning novdalari chuvalashgan, qizg'imtir ipdek bo'lib ko'rinardi. Tol, o'sha tol, dedi Ikromjon. Yo'ldoshvoy akam ekkan tol. Tog'a otga qamchi bosdi. Ular yetib kelgan joy 6-7 gektardan mo'lroq yalanglik edi. Shu sayxonlikning har yerida to'dalashib qamishlar o'sib yotardi. Ikromjon ot jilovini egar qoshiga omonatgina chulg'ab tol tagiga keldi. Ikkala tolning tanasi ham yo'g'onlashib, shoxlari tarvaqaylab ketibdi. Tog'a tolning bujur tanasiga shapatilab urib qo'ydi. Mana shu yerga qishloq bo'ladi. Keyin u yoqdan bu yoqqa yurib atrofni tomosha qila boshladi. Shu yurishida u ko'p narsalarni xayolidan o'tkazardi. Bu botqoqlarda tirikchilik qilish oson bo'lmas. Chivinga chidashni ayting. Boshpana tiklash, uskuna tashib keltirish, kelishga kelib qo'yib qochib ketadiganlar ham chiqib qolar. Qiyini shu 1 yil. 1 yilda epaqaga keltirib olishsa, marra ularniki. Imorat uskunasini qanday topsa ekan?
Uning xayoliga urush boshlanishi oldidan devori ko'tarilib, usti yopilmay qolib ketgan madaniyat saroyi keldi. Saroy uchun allaqancha taxta yog'och tunuka oldirib qo'ygan. Ikrom, esingda bormi? Novosibirskga 2 vagon uzum, 1 vagon anor olib borganing. Esimda, dedi Ikrom. O'shanda rosa yog'och bosib kelgan edik. Ha, balli. O'sha yog'ochlarning bittasini ham begona qilmaganman. Saroy qurishiga asrab yurgan edim. Urush tugasin, saroy ham bo'lib ketadi. O'sha yog'ochlarni shu yoqqa tashlamiz. Nima deysan? Yetmaganiga terak kestirarmiz. Tunuka boru yetmaydi. Mayli, tunuka bo'lmasa ham hozircha qog'oz yopib turarmiz. Ikkovlari ham qizishib ketishdi. Qayerdan ko'cha ochiladi, qayerga uy tushadi, qayerga kontora bo'ladi, qayerga quduq qazdirish kerak. U yoqdan bu yoqqa yurib joy tanlashardi. Poydevorga Semon qo'ymasa, g'isht sho'r bosib uqalanib ketadi. Semonga qalaysan, tog'a? Raimberdi kulib qo'ydi. Bu tomondan xotirjam bo'laver. Quvasoydan tashtamiz. Nima, Semon ketardi. 15 mashina keltirsak bemalol yetadi. Ertagayoq Abduhalilni Quvasoyga jo'nataman. Shartnoma qilib ketsin. Mayli, ishchilarga nima kerak bo'lsa, biz ham yuboraylik. Qovun deysa qovun, uzum deysa uzum, yo'q deyishmas. G'isht kerakmas. Semon poydevorning ustiga paxsa ursa juda antiqa chiqadi. Ammo lekin hamma o'z devorini o'zi uradi. Bola chaqasi bilan unasa bo'lib ketadi. Bo'ldi, ish bitdi. Quyosh tepaga kelgan qumlik tomondan iliq shabada esardi. Bilyapsanmi, Ikrom? Ko'klam shabadasi yurib qoldi. Endi kurtaklar uyg'onadi. Yer urug' so'raydi. Dehqonning ishi endi boshlanadi. Qani ketdik. Tog'a uzangiga oyoq qo'ya turib yana qaytdi. Bitta ishni chala qilibmiz, shoshma. U ko'krak cho'ntagidan daftar qalam olib tizzasiga qo'ydi-da, yo'g'on Tog'a uzangiga oyoq qo'ya turib yana qaytdi. Bitta ishni chala qilibmiz, shoshma. U ko'krak cho'ntagidan daftar qalam olib tizzasiga qo'ydi-da, yo'g'on harflar bilan shunday deb yozdi. Bu joy Zarkent kolxozining Nayman uchastkasidir. Keyin u Ikromjonga qarab, qalay deganday iljaydi. Shunday qilmasak, boshqa kolxozlar ham bugun erta joy qidirib kelib qolishadi. Olib qo'yishmasin-da. Oxunboboyev otaning gaplariga qaraganda 100 dan ortiq kolxoz cho'ldan joy olarkan. U tomoni Andijon, bu tomoni Namangan, Qo'qon taraf, xullas cho'lni doira shaklida o'rab, o'zlashtirib kelinaverarkan. Bizniki shu joy, tamom. Xat yozilgan qog'ozni tol kovagiga suqib, bir qarashda ko'rinarmikan deganday orqaroqqa qaytib qaradi. Qog'oz bemalol ko'rinib turibdi. Shundan keyingina xotirjam otga minib orqaga qaytishdi. Ular yo'lning yarmiga yetmasdanoq quyosh botib ketgan, osmon u falakda suzib yurgan uvada bulutlarni qip-qizil cho'qqa aylantirgan edi. Zum o'tmay bu shafaqlar ham so'ndi-yu, butun olam qora chodirga o'ralgandek bo'ldi qoldi. Yo'ldan adashmadikmi? So'radi tog'a. Yo'q, ot adashmaydi. Kelgan yo'ldan ketyapmiz. Bolalar qo'lidagi shardek qip-qizarib oy asta ko'tarila boshladi. Bo'rilarning vahimali o'lishi avjiga chiqdi. Chirildoqlar temir egovlardek tovush chiqarardi. Qamishlar orasida chiya bo'rilarning ko'kimtir ko'zlari uchadi, yonadi. Raimberdi vahimali tovushlarga quloq solib borar ekan, allaqanday g'urur yo ichki bir turtki olib chiqqan tovush bilan dedi. Esingda bo'lsin, oshna, mana shu tovushlar qulog'ingda tursin. Shu joylarda qamish yoqib, botqoq qazib, chivinga talanib qishloq quramiz. Bolalarimiz urushda jon olib, jon berishayotganda biz bekor turganimiz yo'q.
shu esingda tursa bas. Ikkovlari ham qamishlarni shitirlatib yo'l bosishar, hali qishloq chiroqlari ko'rinmas edi. Oldinda ham, orqada ham bo'rilarning uvillashi-yu chirildoqlarning tovushi hokim edi. Ammo Ikromjon na bo'ri tovushini eshitar, na yuzlariga urilayotgan qamishlarning shitirlashini sezar edi. U fikran o'g'li bilan gaplashar, goh uni yo'qotar, goh olovlar ichidan topib bag'riga bosar edi.